Hammaga salom. Sizlar bilan yana Shahzod. Barchalarni yaxshi kayfiyat bilan kutib olaman degan umiddaman. Xullas, bugun sizlar bilan Aternosda PvP server ochishni o'rganamiz. Короче, Aternosga bilgan bo'lsanglar, obnovleniya kelgan. Bunga obnovleniya kelganiga bir 2-3 oycha bo'lib qoldi. Video chiqmayotganligining sababi bo'lsa, biroz vaqt yo'q va xullas o'qishlar bilan hozir. Xo'p, bu PvP serverda o'zingizlar mana bitta spam bo'lasizlar. Va sizlarga sakrash effekti va mana shunaqa tapor olsanglar bo'ladi. Bu yoqda tanlab olasizlar. Hozir videoni boshidan ko'rsataman. Xo'p, bu yerda mana shunaqa qilib ursanglar bo'ladi va men hozir sigirlarni o'zim spam qilib olganman. O'zim boryapman. 1 minut. To'xtab turinglarchi. Ha, o'zim bor. Xo'p, bu yoqda sizlar 4, 5, 6 xullas o'zingizlar xohlagancha komandalarga bo'linib o'ynasanglar bo'ladi. Va sizlarga boshqadan kirib ko'rsataman. Join server. Serverga kirishinglar bilan shunaqa kutib oladi sizlarni. Bu yoqda tapor, kamon va ma'lumotcha uchish uchun kerak bo'lsa kerak va har xil narsalar o'zingizlar xohlaganlar talab olaverasizlar. Men hozir mashina tilayman. Kelinglar kamon bilan yo'q, bu bilan ko'ramiz. Bosasizlar start. Kishi o'ng tarafini yo chap tarafini bosasiz. Farq yo'q. Tanlaganinglarga qarab o'zi beradi shekilli narsalarni. Ajoyib. Xullas, karta zo'r, o'zi avtomatik ishlaydi, lekin eslatma, bu karta faqat eng so'nggi versiyada ishlaydi. Misol hozir eng so'nggi versiya 1.21.11. Agar 1.20.15 chiqadigan bo'lsa yoki 1.20.20 chiqadigan bo'lsa, Aternos ham shunga moslab serverni o'zgartirib qo'yadi versiyasini. Bilmadim nega bunaqa, xullas shunaqa qilib yasashgan. Xo'p, bo'lmasam videoni boshlaymiz. Sizlarga har doimgidek Shahzod tutoriallarni ko'rsatib beraman. Qani bo'lmasam, let's go. Ketdik. Xo'p, bo'lmasam hamma Aternos server ochishni shu paytgacha o'rganib olgan bo'lsa kerak. Bu yoqdan create server qilamiz, yangi server ochib olamiz, create va bu yoqda nastroykaga o'tamiz va Crackitni yoqib qo'yamiz. Chunki ko'pchilik pirat versiyada o'ynaydi va softwarega o'tamiz. Bu yoqda chap tarafda software. Bu yoqdan o'zimizga kerak kartani tanlab olamiz. Men boyagi o'ynaganim PvP uchun bo'lgani bu arena, mana shu karta. Agar sizlar Tower Battle o'ynamoqchi bo'lsanglar, bu yoqda minora qurish kerak bo'ladi. Tower Battle'ni ustanka qilib olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa shu parkour yoki bo'lmasa oddiy Vishvania, Sky Island, Lost Miner, yo'qolgan qazuvchilar deydi. Xullas, o'zingizlar xohlagan bittasini o'rnatib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda hammasi tekin. Men hozir o'ynab ko'rsatganim mana shu karta edi. Shuni installni bosasalar, yes, reinstall va bu yoqga optionsga qaytamiz. Crackit o'chib qolibdi. Crackitni boshqadan yoqib qo'yasizlar va software ustanobka bo'ldi. Endi serverni yoqib uramiz. Men hozir sizlarga bu serverni ko'rsatdim. Kelinglar bir boshqacharog'ini ko'ramiz hozir. Buni hozir chunki ko'rdinglar ichida nimalar bor. Boshqasini ko'ramiz sizlar bilan. Parkour tanlaylar. Menimcha ko'pchilikka baribir parkour qiziq bo'lsa kerak, albatta. Parkourni ustanobka qilamiz. Parkour ustanobka bo'ldi. Har ustanobka bo'lgan payti Crackit o'chib qoladi. Crackitni boshqacha yoqish kerak. Crackitni yoqamiz va e'tibor qaratinglar bu yoqda. Eng so'nggi versiyadan kirsa bo'ladi. Versiyani o'zgartirishga harakat qilib ham ko'rmanglar. Chunki bu Aternos'da bu funksiyasi faqat eng so'nggi versiyalar uchun. Misol, mana shu eng so'nggi versiya uchun ekan. Qolganlarni bilmadim lekin. Qolganlar ham shunaqa bo'lishi kerak baribir. Xo'p, serverga start beramiz. Xo'p, serverimiz ham startga ketdi va biz buni kodini copyright qilib olamiz. Bu serverga ulanish uchun copyright qildim. Endi server yonishi kerak. Yonguncha men bu yoqqa start qilib qo'yaman. Multiplayer direction connect va bo'lmasa bu yoqda add server connect qilsa ham bo'ladi. Xo'p, bu parkour bo'lgani uchun parkour deb yozib qo'yaman. Bunda hech qanaqa modlar va yo bo'lmasa resource paklar o'rnatish shart emas. Hammasini Aternos o'zi qilib beradi. Endi server yonishini kutsak bo'ldi. Xo'p, serverimiz ham yondi. Endi serverga ulanamiz. Spam ham bo'ldi. Xo'p, bir kishi bilan ham boshlasa bo'lar ekan. Ajoyib. Hech qanaqa modsiz va resource paksiz o'ynash. Parkourda uncha yaxshi emasman lekin oldindan aytib qo'yay. Uncha yoqmaydi ham to'g'risi. Aytdim-ku.
Ba'zida boshda ayni so'radi. Bu narsadan qoldi. Nega bu yoqda va bu menimcha imkoniyatlari cheksiz bo'lsa kerak. Sal qoldi. Hop. 5 gacha bordi deyapti. Xo'p. Bu yog'iga plus hamma narsa bo'ladi. Qiyin emas ekan lekin. Uni bunday qilib o'ynash kerakmi? Ayt. Xo'p. Shu yog'igacha keldim. Endi u yog'igacha ham borib qo'yaveray. Menimcha o'zi shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yo'q, adashibman. Bu yoqdan hozir tepaga chiqish kerakmi yo pastga tushish kerakmi? Shuni tushunmadim. Bunday qilsak, bo'lmas ekan. Hozir bo'ldi. Cheklandim. Bu yog'iga qanday sakrab o'tadi? Yetarli o'zi. Xo'p, videomiz shu joyda tugaydi. Bo'lmasa sizlarga omad, ishlarga rivoj tilayman. Kanalga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qolishni unutmaysiz degan umiddaman. Hammaga xayr, sog' va salomat bo'ling. Sizlar bilan har doimgidek Shahzod bo'ldi.